Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men ismim Sobitjon Odiljonovich, nevropatolog, neyrofiziolog sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Hozirgi paytda men qo'shni davlatimiz bo'lgan Qirg'iziston Respublikasida Oqqayin degan joyda sizlar uchun maxsus kontent tayyorlamoqdaman. Bu joyni tabiatini ko'rib turibsizlar. Men bu joyda tabiatini ko'rib, o'zimda sizlar uchun ma'lumot bergim keldi. Hozirgi paytdagi stresslarning eng asosiy sababi nima deb o'ylaysizlar? Yagona sababi bizni ona tabiatdan ajralib qolayotganligimiz. Ona tabiat bizga nima beradi? Bizga xotirjamlik, kenglik, osoyishtalik beradi. Miyamizdagi stress gormonlari bo'lgan adrenalinlar, noradrenalin, kortizollar miqdorini tushirib beradi. Sizda tabiiy serotoninlar miqdorini oshirib beradi. Endorfinlar miqdorini ko'tarib beradi. Ular sizga xotirjamlik beradi, osoyishtalik beradi. Insonlardagi hozirgi paytdagi arzimagan narsaga jahl chiqib ketishi, tushkun kayfiyat yoki bir stress oqibatidagi qo'rquv, xavotir, vahimani yenga olmasligini sababi, juda ko'p medikamentoz dorilarga o'rganishligini asosiy sababi bizni ona tabiatdan ajralganligimiz hisoblanadi. Ona tabiat biz bilan hamohang. Ona tabiat sizga, ruhingizga, tanangizga, miyangizga tabiiy quvvat beradi. Tabiiy quvvatga ega bo'lgan insonni ertangi kunga motivatsiyasi yuqori bo'ladi. Sizni hech qanday dorilarga ehtiyojingiz keskin darajada kamayib ketadi. Shuning uchun ham sizlarga sayr qilishni, safar qilishni tavsiya beraman. Safar qilishning odoblari bor, do'stlar. Bunga qat'iy amal qiling. Safarga chiqdingizmi, telefon aloqalaridan voz keching. Atrof muhitni chegaralang. O'zingizni tabiat uchun topshiring. Tabiatga chiqqaningizda birinchi kunini aytaman, miyangiz uchun yoqmaydi. Nima uchun? U miya uchun, ya'ni begona muhit hisoblanadi. Miyada adaptatsiya mexanizmi bor. Adaptatsiya mexanizmini shakllantirish uchun kamida 24 soatni talab etadi. Miya atrofni ko'rganda hech qanday qo'rquvni, o'zini himoya qilish reflekslarini ishga tushirmasa, sizda asta-sekinlik bilan xotirjamlik paydo bo'ladi. Shuning uchun ham safarni bir kun emas, kamida 2-3 kun qilishingizni tavsiya beraman.